Assalomu alaykum hammaga. Men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Misol uchun Fransiyaga kelasizlarmi, Yevropaga kelasizlarmi? Bitta narsadan ehtiyot bo'linglar, iltimos sizlardan. Hozir men saytlarni ko'p o'qiyapman-da, Facebookmi, Twittermi, tam Instagramlarda yozilyapti-da ko'p. Mani pasportimni o'g'irlashdi, mani dokumentlarimni olib qo'yishdi, u qildi, bu qildi. Tam judayam ko'pda bu yerda o'g'irliklar, judayam ko'p o'g'irlik. O'shanga judayam ehtiyot bo'linglar. Misol uchun, qaysi natsiyaga, ya'ni qaysi millatga вообще ishonish kerak emas bu yerda. O'shani ikki qulog'inglar bilan, mana bu ikkita qulog'inglar bilan bilib olinglar. Bu yerda eng ashaddiy moshenniklar bu Tunisdan. Mana bu anaqada mana bu arab davlatlaridan. Arab deydimi? Misol uchun arab deyaptim. Qochinglar. Ikkita oyog'inglarni qo'linglarga olinglar, qochinglar. Voshim ishonmanglar ularga. Eng ashaddiy moshenniklar bu o'sha arab davlatlaridan kelgan odamlar. Agar normalniy yuraman desanglar, sizlarni tunab ketmasligini xohlasanglar, желательно arab deb qoldimi misol uchun. Men Tunisdanman, men anaqadanman, qayerdandirman deb qolsa, arabman desa, shu bo'ldi. Hamma narsanglarni olinglar-da, qochinglar. Bu sizlarga meni maslahatim. Лучше to'g'risini aytsam, qoravoy bilan o'rtoq bo'lgan yaxshi, chem ular bilan. Men sizlardan, men o'zimdan kelib chiqqan holda aytyapman-da. Bu yerda любой Fransiyagami, Yevropa, butun Yevropaga keladigan bo'lsanglar, любой odamdan so'ranglar, любой odamdan. Что eng yomon natsiya qaysi biri desanglar, sizlarga сразу aytadi. O'shani inobatga olinglar. Вообще aloqa qilmanglar ular bilan. Так что agar qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bilan podpiska bosib qo'yinglar.